Davom etamiz va navbatdagi komikimizni badiiy sahnamiz markaziga chorlaymiz va bugun o'zi uchun debyut qilayotgan inson Narzulayev Shohruh. Bitta gulroz olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun birinchi debyut. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ismim Shohruh. Yoshim 28 yoshda. 28 ga kirib hali uylanmadim. Erkakman. Nimaga erkak deyapsiz? Nimaga erkak deb aytyapsiz deb deyishingiz mumkin. Meni oldin chiqqan boya qo'shiq aytgan akayam, keyin boshlovchi akayam, keyin boya ikkita komik ham erkak so'zini qo'shmadi. Po'lat aka, siz ham qo'shmabsiz, rahmat. Xo'p, 28 yoshga kirgandan keyin, hali uylanmagandan keyin odamlar ikki xil reaksiya bildirib boshlaydi-da. Yoshlar aytadi, aka hali yoshsiz, gap yo'q, bosing, karyera qiling. Qariyalar aytadi, "He, 28 yosh. Men seni yoshingda nimalar qilganman, bilasanmi?" Bilmayapman-da shu nimalar qilganini shu. 28 ga kirgandan keyin shu bitta savol bor. Nega hali uylanmadi? Bu bola yaxshi edi-ku. Tinchlikmikin? Nimadir bormikin? Yo nimadir yo'qmikin? Shunaqa o'ylab boshlagan odamlar. O'zbeklarda to'y temasi juda ham qiziq. To'yga boraman, chiroyli dasturxon, chiroyli kelin-kuyov. Voy, kelin-kuyov temasi qolib ketadi. Meni muhokama qilib boshlaydi. Yana yaxshi edi-ku bu. Dadasi ertaroq uylanuvdi-ku. Bunga nima qilgan? Eng qiziq voy, jo'ram uylandi 22 yoshida. Men bordim boyan to'yiga 26 yoshda. Boyaga hamma kuyovga emas, menga qarab o'tiribdi. Xuddiki keyingi qurbon senmi deganday. Keyin bu akalari gapi juda ham qiziqda. Uylan deydi, gunohlardan saqlanasan deydi. Go'yoki men gunohlarni navbat-navbat bilan qilib kelyapman. Gunoh qilishga qayda vaqt? Uy, ish, o'qish. Va bu o'g'il bolalar yolg'iz yursa, mana 28 yoshga kirsa, yolg'iz yursa, hamma o'ylaydi, yuribdi bu deb. To'g'rimi? Aka, yurmayapmiz, charchayapmiz biz. Romantika zo'r bo'ydoqlarda. Uyga borasiz, ovqat yeysiz, telefonda reels ko'rib, uxlab qolasiz. Ana romantika. Lekin boyagi mandarin chiqdi. Shu yana 2 yil uylanmaymanmi deyman-da shu mandarin orqasida. Yo, eng qizig'i, boyagi mandarinni hamma menga jo'natdi-da. Yo, keyin bitta qizi telefoni qo'limga tushib qoldi. Ko'ryapman, boyagi ham jo'natganda. Qiz bolaga ham qiz bola mandarin jo'natadimi? Onam bilan gaplar, vashun suhbatlar alohida tema. Aytadi, "O'g'lim falonchini qizi bor" dedi. Men aytaman, "Ona hali erta, 28 yoshda erta." Keyin aytadi, 28 ga kirding. Men seni 28 yoshingda tuqqanman" dedi. Azizlar, sezayotgan bo'lsalar mumkin, men kech tug'ilmaganman. Kech tug'ilgan ekanman. Dadam 28 ga kirganda dadamning gaplari vashsin boshqacha. Izvasi qilib boshlaydi. Ovqat yeb bo'ldi. Keyin ayamga qaraydi-da, "Tur ayas, uxlaymiz" deydi. Men bechora yana shu mandarinni ko'rib yotiraman. Yigirma 28 yoshga kirib, men hayotimda asosiy roldagi qahramonman. Agar qandaydir epizod bo'lganda shu yoshgacha o'lib ketardim. Uchrashuvga chiqardi. Uchrashuvga chiqdim. Uchrashuv bu tanishuv emas. Bu qanday desam mumkin? Ishga kirishga suhbatmi? Qiz bola boshlaydi. Qayerda tugatgansiz? Ha, inyazda. Ha,
qayerda ishlagansiz? Birinchi joyingiz. Ha, maktabda. Ha, nima uchun bo'shagansiz? Kelajakdagi rejalaringizmi? Ey, singlim, men kechki ovqatgacha hech qanaqa hali reja qilganim yo'q. Kechqurun shu mandarin ko'rish uchun. Bo'ydoqlar keyin hayotda ko'p ishlatilgan so'z bor. Keyin yozaman. Bu bilib qo'yinglar qizlar. Umuman yozmayman, yo'qolib ketaman degani. Qizlar yozsa agar, keyin yozaman, hozir bandman deb yozsa, bilib qo'ying o'g'il bolalar, u cho'milayotgan hisoblanadi. Mana 28, 29, 30 yoshdagi uylanmagan akalari men kaltga o'xshataman-da. Kalt. O'zini hali boya qulfini topolgani yo'q-da. Lekin boya akalar kalitni ehtiyot qilaylik, har xil qulflarga tiqavermaylik va sinib qolsak endi nima qilasiz? Hozircha shular. Bitta endi men ham 28 ga kirdim-ki, bitta duo qilay, bitta o'min qilay qani. Hamma qo'lni olsin qani. Dehqonlarimiz yerlik bo'lsin. Mana shu pedagogikaga hamma qizlar Alloh. Rahmat. Rahmat. Shohruh hech bir debyutga o'xshamaydi. Birinchi marta chiqayotgan ovoz xuddi, to'g'ri, magistrimiz endi shu degandan keyin endi to'g'ri tushunish kerak lekin. Qarang, siz hazil tushunar ekansiz. O'ylagar shu bolani ko'rsam, ana Mr. Cho'chqa degan odam esimga tushib ketaverardi.